Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Lomon Sendi to'g'larimiz sotuvda. Lomon Sendi to'g'larimiz aksiya narxida 30 ming so'mdan sotilyapti. Yoshi 11 oylik, yoshiga sog'lig'iga javob beriladi. Bu to'g'larimizdan 2000 dona bor. 2000 tani hammasini bitta joyda olganlarga 30 ming so'mdan qilib berilaveradi. Dona olaman deganlar bo'lsa, donalikka ham kelishilsa bo'ladi. To'g'larimiz Toshkent shahri Nazarbeyda. Bemalol kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Agar uzoq joydagilar bemalol aloqaga chiqsalaring dastlabki qilib beriladi. Faqat dastlabki pullarimiz alohida hisoblanadi. Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazish imkoniyatlarimiz ham bor. Chunki hozir chegaralar ancha bemalol bo'lib qolgan, o'tkazishga ruxsatnoma bor. Kelib ko'rib netib olasizlar, lekin faqat ko'rib netib olmasalaring bo'lmaydi. Har bir narsani olishdan oldin pulingizga olyapsizmi, kelib ko'rib ko'rish kerak buni. Iloji bo'lsa bittasini shart pulini berib turib tashqariga olib chiqib so'yib ko'rish kerak. So'yib ko'rsangiz ichida tuxumi bormi, yo'qmi, shu narsa bilinadi. Shu narsaga qarab turib keyin olsalaring adashmaysizlar, xudo xolasa. Bu to'g'larda hech kim bu yerda hozir hammaga garantiya berilyapti. Bu to'g'larda bu yerda aldov yo'q, lekin hamma joy 5 qo'l barobar emas. Bu joydan olayotganingizda o'zingizga ehtiyot bo'lib, shu narsalarga ahamiyat qilsalaring, xudo xolasa baraka topasizlar, qayerdan olsalaring. Bu to'g'larimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Lomon Sendi germanskiy zot bo'lib, tuxum yo'nalishidagi to'g'ri hisoblanadi. Yiliga 280-300 tagacha tuxum beradi. Bu to'g'larimiz misol boringki, sizda tuxumga kirsa, malotka olganingizdan keyin sizda tuxumga kiradigan bo'lsa, 2 yil, 2,5 yil bemalol yaxshi tuxum beradi. Undan keyin ham tuxum beraveradi. Faqat firma sharoitida bo'ladigan bo'lsa, siz ob'yemda ko'proq 2000, 3000, 10000 shunga yarasha boqayotgan bo'lsangiz, unda agar tuxumda narxi past bo'ladigan bo'lsa, qoplamay qoladi 2-2,5 yildan keyin. Chunki tuxum foizi 50% dan pastga tushib qoladi, 60% shunaqadan pastga tushib qoladi. Pastga tushib qolgandan keyin sizni qoplamay qoladi. Yemiz, ishchilar, svet shularni hammasini hisob kitobiga olinganda. Lekin buni misol aholida boquvchilar bo'ladigan bo'lsa, aholi boqsa bo'laveradi, chunki aholi ishchi kuchi sarflamaydi. Faqat yemini beradi, shuni hisobiga kunora tug'sa ham qoplaveradi aholiga. Keyin yana bitta narsa, bu to'g'larni olib, misol faqat makka bilan bug'doy bilan o'zini boqib qo'yib bo'lmaydi. Bunga o'zini maxsus yemlaridan berish kerak. Agar o'zida vitamin bo'lmasa, yeyotgan ozuqasida vitamin bo'lmasa, tovuq o'z organizmidagi vitaminni tuxumga berib, tuxumni tez rivojlantirishga harakat qilaveradi. Shuni hisobiga to'g'larda kalsiy yetishmovchiligi, D, E vitaminlari yetishmovchiligi boshlanadi. Keyin tovuq kasallikka uchrab qolishi ehtimoli ko'p bo'ladi. Bunda misol uchun agar kalsiy yetishmayotgan bo'lsa, tovuqlar bir-birini patlarini cho'qishni boshlashadi. Agar tovuqlar patlarini cho'qayotganini bilsangiz, bir-birini patini yeyotganini ko'rib netadigan bo'lsangiz, bilingki, demak kalsiy yetishmayapti. Tuxumni yeb qo'yish ehtimollari, shunaqa narsalar kuzatiladi. Shu paytda o'sha kalsiyni olib berish kerak. Suyak uni bor vetaptekalarda, suyak unidan olib berib, premikslardan aralashtirib yemiga berilsa, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Keyin D, E vitaminlari yetishmasligi sababli kannibalizm kasalligi boshlanib ketadi. Bu kannibalizm kasalligi bir-birini ko'tini cho'qishdan boshlanib ketadi. Misol tuxum tug'ayotganini ko'rgan tovuq o'sha haligini qizil narsani ko'radida, vajohat bo'lib ketib, tovuqni ko'tini cho'qishni boshlashadi. Qizil rang chiqdi, o'sha qonadimi, o'sha qonagan joyda o'zini cho'qishaveradi. Shu natijada cho'qilayotgan tovuq o'sha o'ladi, nobud bo'ladi. Bu kannibalizm kasalligi hisoblanadi. Bu kasallikda misol oldini olish uchun o'sha ozuqasidagi D, E vitaminlarini birinchi o'rinda yetkazib berish kerak. Agar misol siz yetkazib bera olmay qoldingiz, o'sha kasallik boshlanib qolgan bo'ladigan bo'lsa,
birinchi o'rinda qiladigan narsa xonani qorong'iroq qilish. Shom paytiga o'xshatib turib sal qorong'iroq qilsalaring bo'laveradi. Agar iloji bo'lmayotgan bo'lsa, deraza eshiklar bekiladi. Bekilgandan keyin umuman to'siladi. To'silgandan keyin lampochkani qizil rangga yoki qandaydir bir pushti rangga qilib bo'yab qo'yilsa, shunda xonani ichida siz misol kirib yem berib, tuxum bergani uje siz ko'raverasiz. Tovuq ko'rmaydi. Shuni hisobiga bir-birini cho'qish vaqtinchalik to'xtab turadi. Siz uni ichida D, E vitaminlarini berib yoki yem ratsionini sirasi alishtirib, shuni ichida davolab olsangiz bo'laveradi. Shunaqa davolash kerak. Keyin agar avianda boqayotganlar, misol birinchi boqayotganlar, vitaminlar beringlar. Misol har oyda lasotda bronxit qilib tursa bo'laveradi. Chunki hozirgi ob-havoga ishonch yo'q. Almashib turibdi. Bir havo aynib ketib, bir quyosh chiqib, shamol shunaqa narsalar bo'lyapti. Shuni hisobiga to'g'rilarda bronxit, shamollash kasalligi ko'proq uchrayapti. Shuning uchun har oyda misol rasotda bronxitni qilib tursalaring bo'laveradi. Har bir tovuqqa hech qanchadan tushmaydi. U misol bir oyiga rasa borsa bir 700 so'm, 800 so'mdan tushadi agar mingta tovuq boqilayotgan bo'lsa. Agar ozroq tovuq bo'ladigan bo'lsa, misol rasotda bronxitni ochib qo'ymasangiz, idishini ochib qo'ymasangiz, uzoqroq xolodilnikda saqlab tursa bo'laveradi. Agarda idishini ochib qo'yilgan bo'lsa, bitta ochganda hammasini ishlatib tugatish kerak. Buni yoki alestrel berib turish kerak. Alestrel vitamin berib tursangiz ham bo'laveradi. U alestrel vitaminni misol suvga aralashtirib bersangiz ham bo'laveradi. Yuziga spray qilib sepib qo'ysa ham bo'laveradi. Shu tariqada sepib, shunaqa qilib hamma buni qarab tursalaring, xudo xolasa mana tuxumlar narxini ko'ryapsizlar. Misol lupoy tovuq boquvchiga hozir qoplaydigan narx bo'lyapti. Bundan tashqari bundan buyog'iga polniy sezon. Sezonda misol kunni issiq payti uje sezon tugagan hisoblanadi. Chunki tuxumni saqlash nimasi qiyin bo'lganligi uchun narx tushaveradi. Kun qancha sovuq bo'lgan sari sezon hisoblanadi. Tuxum narxi oshib boraveradi. Yana bitta narsa, misol mana tovuq tekshirib olayotganda mana tuxum berayotgan tovuqni ichidagi urug'lari xuddi mashinday bo'ladi. Misol tuxumlari uje yetilgan, undan keyingi yetiladigan tuxum, bu hammasi mash ko'rinishda bo'ladi. Misol sizlar uchun pakazga bitta so'yib turib ko'rsatildi. Misol olayotganlar adashib qolmasligi uchun. Xuddi mana shunday urug'lari bo'lsa, demak tovuq yosh, bundan buyog'iga hali tuxum beradi. Tuxumlari turibdi degan ma'noda bitta tovuqni misol 11 oyliklardan misol boshida reklama qilganimdan bittasini so'yib mana ko'rsatib berilyapti. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Aloqaga chiqarasizlar.